Ko'z temasi omina sochlaringiz mol yanaganda yaqinlab turadi degan qizni diqqatiga. Bugungi videoda mana shunaqa glow effektga qanaqa kelishi sirlarini ochaman. Birinchi o'rinda sochlarimizni shunaqa qo'llab olamiz. Keyin bo'lsa 2026-yilda men udачный topgan naxotganimiz sochimizga investitsiya qilamiz. Shampun juvmaysinba. Скажи perxati, ko'zmi ko'rbit bo'li, tushundingmi? Da qizlar, 2026-yilda muzdan chiqimdan tashqari topgan eng zo'r naxotkam shu bo'ldi. Nega siz to'y harakatlari bilan stress qilib, men 30% sochimni yo'qotishga обратное восстановление uchun hech qanaqa sulfat qo'shilmagan agressiv sredstvalar yo'q. Chap shampunlarga o'tishga qaror qildim. Shampun juvmaysinba. Sochimni такой turishim, to'yimni shunaqa bo'lishga qo'yaymi? Sochlarimizni mana shunaqa takoy ko'pirtirib olganimizdan keyin idusini yuvib olamiz. Ana, moliyalagan effektimizni 30% ga ham berishdik. Вот nima uchun bu shampunni masalanchi opalarim yoniga olib chiqargan bo'ldim. Shampun juvmaysinba. Biz uxudimizdan samimiy ответственный momentga keldik. Bu effekt faqat yuzda sochda ham bo'lishi uchun bizga mana maska xos juda ham yaxshi yordam beradi. To'g'ri, shu maskani ishlatganimdan keyin 2 yildan beri o'smayotgan sochim mana shu opanikidek bo'lib ketdi. Yaxshi niyat yarim korovada bu prosessimizni ham boshlab yuboramiz. Nima bildim, sindirmasam hisobmas. Да, далеко не эстетичное зрелище. Но мы же тут не за эстетику. Biz salonga strижка uchun chiqqanimizda sochga maska qilingan xonani o'tirishardi. Mana shu payt bilmagan ekanman, o'yindan keyin shu xonalardan bittasi men o'zim bo'lishim. Sochimdan har bitta ugiga yetish uchun mana bunaqa bayska olib suraverasizlar. Tugab qolishdan qo'rqmanglar, chunki trichapa maskalari juda ham barakali. Shampun juvmaysinba. Красота требует жертв. Как мы поняли, сегодняшняя красота это я, жертва мои волосы. Maskamizda kamida 15 minutdan yarim soatgacha boshimizda turish kerak. Kстати, ko'rishga ulgurmaganlar, men bir ehtimol oldim. Endi men ulgurgan kosmosdan ham ko'rinib turibdi. Sirda 3 soniya bor topishga tishimni ko'rmanasligi muzdan chiqimdan nima so'radim deb o'ylaysizlar. Men muzdan chiqimdan благополучно yenot so'radim. Endi to'ydan keyin bu endi mushugim o'rniga yenot boqadigan bo'ldik. Qizlar, maskamizdan благополучно yuvib oldim. Chunki xuddi qilarkansiz, shunga yarasha sochingizni kamroq bir his qilsangiz kerak deyishim mumkin. Yo'q qizlar. Santoriyada hozir naстоящий mazoxist turibdi. Bu degani men har kuni sochimga dazmol yoki fen ishlataman degani. Esa sochingizga fen bilan dazmol ishlatganingizda sochlaringiz kuyib, tegi tezroq gullaydi. Shuning uchun shuni oldini qanaqa olishni ham o'ylab qo'ydim qizlar. Bu termozashitamizda sochlarimizni 230 gradusgacha himoya qiladi. Undan tashqari sochlaringizni восстановить qilishga ham yordam beradi, chunki uni tarkibida oziqlantiruvchi yog'lar ham bor. Kстати, bu sigaretka sochi biroz to'xtatib qiladigan zo'lcha. Shampun juvmaysinba. Ayrim sabablarga ko'ra svetimiz o'chib qoldi, poyatimi qop-qoromina bilan dash video olamiz. Ayrim sabablarga ko'ra mana film ishlamay qoldi, o'shandan keyin filmlarda borib o'tkazamiz. O'zingiz ko'rishingiz mumkin, qiz sochlarim o'sha объемный bo'lib quritildi. Itoman bu yerda hali gafli qilmadim. Bu naxotkandan xonamiz spisklarga qo'shib qo'ysa ham bo'lar ekan. Shampun juvmaysinba. Agar mana naxotkan ishlatgan yeridan sizlarga ham yordam bersa, bitta duo qilib qo'yishni esingizdan chiqarmang.